Bir paytlar bu qizdan hech kim katta sportchi chiqadi deb o'ylamagan. Zalga kirganimda har doim qaysarlik qilar. Mashg'ulotlarda ham o'zini juda qaysar tutar. Mashg'ulotlarni oxirigacha davom ettirmas edi. U yillar o'tib 2024-yilda Rossiya va jahon chempioni bo'ldi va 2026-yilda Rossiya chempioni bo'ldi va jahon chempionatiga Gretsiyaga yo'llanma oldi. U Muay Thai turi bo'yicha jahon chempionatida Gretsiya Olimp shahrida jang qiladi. Yutuqlarga nima sabab? Iste'dodmi? Albatta yo'q. Mehnat va yana mehnat. Uni birinchi marta ko'rganimda juda ham oddiy, nozikkina, qaysar xarakterli qiz edi. Lekin shu qaysar xarakteri boshqa sportchi shogirdlarimdan ajratib turardi. 6 yoshida menga mashg'ulotga kelishni boshlagan. Yillar davomida xarakteri o'zgardi, oldinga intilishga harakat qildi, shu sport turini sevib qoldi va o'zini ustida juda ham ko'plab mehnat qildi, ter to'kdi. Travma paytlarida, yutkizgan paytlarda doim oldinga harakat qilishni o'rgandi va bu asta-sekinlik bilan bu qizga katta natijalarni berishni boshladi va oxir oqibatda Rossiya 2 karra Rossiya chempioni va 1 karra jahon chempioni bo'ldi. Bugun esa shu mehnat o'z samarasini berdi va u bu yil jahon chempionatida o'zini faoliyatini davom ettiradi va jahon chempionatida qatnashadi. Yana bir xushxabar. Buni mehnatlarini, sport yo'lini va bu natijalari haqida katta jurnalga maqola chop etildi va bu albatta boshlanishi. Izohda shu shogirdimga, shu qaysar shogirdimga jahon chempionatida omad deb kommentariy qoldiringlar, klubimni podдержка qilinglar. Agar o'zbekcha kontentlarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, обязательно kommentariyaga yozib qo'yinglar. Sizlarda kommentariylar menga aktivlar juda ham katta kuch-quvvat beradi.